Soğuk abi bugün. Hava soğuk vatandaş. Soğuk düştü mü ya ki? Bugünkü leksiyemizle başlayımız. Leksiyede Sıdıkacı Rozi Washington'dan söz deyimiz vatandaş bugünkü islaha. Şkimen közenek bu mu diyoraq? Şkimen 23. yıl 9. ayının neçe bugün? 9. ayının 28. günü. Hepteki Perşembe vatandaş. Bugünkü gevdelik 3 xil vaziyetteydi mesela. Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığınında Rusya Federasyonu Taşqi İşler Ministeri Sergey Lavrov Ukrayna Rusya vuruşunu to'xtatish to'g'risida bir shart o'tirib qo'yibdi. Undan keyin bugun atganda kelgan xabarda O'zbekiston Toshkent shahri aeroportiga yaqin yerda bir iskalat qattiq portlabdi. Vatandaş. Bu portlashning sabablari to'g'risida hech qanday gap yo'q, lekin Toshkentning aeroporti taqilibdi yoki aeroplan uchadigan yo'llar taqilibdi. Bu to'g'rida ya sababi nima deb, sababi aniq bo'lmagan portlash yuz berdi debdi. Endi vaziyatning uchinchisi vatandaş hozir bir mavzu masalan Cumhuriyet Taşqi İşler Ministeri Wang Yi signal ifoda bildirib signal tarqatdi. Amerika taraf yo'l qo'ydi. Shunlashqa ikki davlat rahbarlari Amerika, Cumhuriyet rahbarlari uchrashadigan bo'ldi. Bu uzundan biri sizlar bilan bir so'zlashib kelayotgan gaplar edi vatandaşlar. Bugün shu to'g'rida sizlarga tafsili leksiya so'zlaymiz. Masalan, Lavrov nima dedi deseniz, bu xabar Birleşken Devletler Teşkilatı'nın umumi yığını mezgilida Rusya urushini oxirlashtirishning shartlarini o'tirib qo'ydi dedi. 9. ayning 27. kuni Cumhuriyet'e nazar to'rbiti. Buningda nima debdi? Masalan, 5'de xabar deyishkimin 22. ayning 24. kunidan boshlab portlagan Rusya-Ukrayna urushi to'g'risida hozirgacha urushning portlash sabablari to'g'risida mayli Prezident Vladimir Putin bo'lsin, mayli Kreml sarayı bo'lsin, izchil to'xtamay davomli qoldi shundoq deb keldi deydi. O gap nima desiniz? NATO sharqi qistab keldi. Ukrayna bu davlat NATO'ga a'zo bo'lmasligi kerak. Biz shu sababdan biz bu urushni qo'zg'adik. Yoki sababimiz shu. Bugun endi bu Tashqi ishlar ministri Rossiyaning Sergey Lavrov Birleşken Devletler Teşkilatı umumiy yig'ini muxbirlarni kutib olish to'g'risida shunda e'lon qildi. Bizning shartimiz bir, Ukrayna har qanday harbiy tashkilotga qatnashmasligi kerak. Ukrayna ittifoq tuzmaslik, abadiy ittifoq tuzmaslikka va'da berish kerak. Shundoq bo'ldiganlar bo'lsa, Rossiya Federatsiyasi Ukraynaning mustaqil bo'lgan davrdagi davlat chegarasini e'tirof qiladi. Ondan biz urushni to'xtatamiz. Bundan boshqa shart yo'qkan juma vatandaş. Bunun işide eğilip eğilsiniz, yana bir gap nima deseniz, 1990-yılı devletler egilik huquqi to'g'risida ma'qullangan bir xitobnoma var ekan, shu xitobnomani ma'qullaydigan chog'lar o'rtaq davlat nima mustaqil davlatlar gavdasi deydigandek bir gaplar chiqqanga o'tirdi. Shu xitobnomani ma'qullaganda Ukrayna taraf betaraf turish, abadiy ittifoq tuzmaslik to'g'risida shundoq bir cümle bilan va'da bergan ekanda 1990-yildagi gap ekan bu. 91-yili andan Rossiyadan ayrilib chiqish yoki Sovetlar ittifoqidan ayrilib chiqib ketish to'g'risida Ukrayna mustaqillik jakarlash oldida tayyorlagan xitobnomani
Rusya hükümeti yukarıda şartlar bilen, yoki chegarani e'tirof qilish shartlari bilan e'tirof qilgan edik deydi bugun Rusya Federatsiyasining tashqi ishlar ministri Lavrov buning qo'ygan sharti Ukraina NATOga kirmaydi, ittifoq tuzmaydi, abadiy betaraf turdi. Endi bunda degan vaqtida oldingiz ko'z oldingiz keldigan muhim bir ish Ukraina bu davlatning egilik huquqi nima? Masalan, egilik huquqliq davlat o'zi bir nima deyish kerak, qatnashaman, qatnashmayman, betaraf turaman, ittifoq tuzmayman degan bu huquq egilik huquqliq Ukrainaning qo'lida turish kerak, qo'lida bo'lish kerak. Qoida bo'yicha vatandosh ana bundaq deganda Sergey Lavrov tashqi ishlar ministrining bu so'zlarini xalqaro jamiyat qanchalik darajada Iran yoki Iransizlik bilan muomala qiladi va yoki qanchalik darajada jiddiy muomala qiladi bu to'g'rida boshqa xabar yo'q. Shu Birlashgan Davlatlar Tashkilotida Sergey Lavrov ana shunday debdi. O'tgandagi shartlarda biz tajovuz qilgan zaminlar Ukraina tarafdan beso'lingan zaminlarni Ukraina e'tirof qilishi kerak degan edi. Hozir shuningga selish to'g'an u gap yo'q. Faqat sen NATOga a'zo bo'lib kirmasang, betaraf tursang, biz urushni to'xtatamiz, sening burunqi davlatingning chegarasini e'tirof qilamiz deganlik bu amaliyotda kichikini yumshag'onlik bo'landa qanday vatandosh? Mana shunday ko'raylik. Endilikda O'zbekiston voqeasi boshqa gap yo'q, ikki jumlali ekan. Toshkentda portlash yuz berdi bu. Bunun sababi ki aniqlanishi mumkin. Endi Wang Yi apandining so'ziga kelsak apandilar, vatandoshlar. Wang Yi nima debdi? Amerika yo'l qo'ydi degandek bishorat beribdimish. Mundaq kenda xabar. Wang Yi ifoda bildirib, muhim signal tarqatdi. Amerika bu qatim yo'l qo'ydi. Yani mavzuli xabar 9-ayning 27-kuni OneWeb orbitida e'lon qilindi. Xabarning asli mavzusi mundaq edi. Olimlar yoki mutaxassislar Wang Yi ifoda bildirib, Amerika yo'l qo'ydi, Amerika Jungo davlat boshliqlarining uchrashishiga yo'l tuzlandi deb ko'rsatdi. Olimlar shunday ko'rsatdi. Bu yerda yo'l tuzlandi deganda zaten yo'l qo'ydi degan so'zga men bir savol qo'yib qo'yay vatandoshim. Cumhur Xalq Cumhuriyetining tashqi ishlar ministri Wang Yi apandi, siz yo'l qo'ydingizmi? Yoki Amerika Qo'shma Shtatlar yo'l qo'ydimi? Yo'l qo'yish ikki taraflik bo'ladi. Agar ikki taraflik bo'lmasa, yo'l qo'yish bo'lmaydi Wang Yi apandi. Bunda bir taraflilik fikr qilishning o'zi ataza sağlam fikir qilganlik hesaplanmaydi. Minister Wang Yi apandi kim yo'l qo'ydi? Mayli Amerika taraf yo'l qo'ygan bo'lsin, sen nima deb yo'l qo'yding? Sen nimaga yo'l qo'yding? Masalan, men Tungullatin so'zladim, Maltada sen nimaga yo'l qo'yding? Birleşken Devletler Teşkilatı'da kayfiyat, biz tünge nimi dedik, Ukrayna bilan tavan meselesi oturup qo'yilatdi, qo'yilish kerak edi. Lekin qo'yilmadi dedik. Sen nimaga yo'l qo'yding? Wang Yi apandi gap mana bu yerda. Sening yo'l qo'yishing sirliq, Amerikaning yo'l qo'yishi oshkor bo'ldi ekan. Mana bu maqolasiga bilaman. Amerika Qo'shma Shtatlar yo'l qo'yibdi, ikki davlat rahbarlarining San Fransisko yig'inida Şuri çıdığallığı oturup tosalgılar tügetdi. Hoş, Amerika yol koy, Amerika'nın izcil siyaseti. Dokunuşmaylı, izcil siyaset. Alaka münasebeti bolaylı, izcil münasebet. Rekabet kanunluk, yolluk bolsun, izcil münasebet. Amerika izcil şunu dep kilovatı bir yer yol koyuş, koymaçlık meselesi, koymaslık meselesi mevcut etmez. Bırak bir yerde Şangay, memuriyet başlığı Hong Kong, memuriyet başlığı Li Jiaqi. Bu Amerika Qo'shma Shtatlar tarafından imborga qilingan shaxs. Yoki memuriyet başlığı, Şangay memuriyet başlığı. Xo'sh. Li Jiaqi to'g'risida hech qanday gap yo'q. Masalan, yoki Wang Yining ifodasida, Wang Yining signalida hech qanday gap yo'q. Yoki Amerika Qo'shma Shtatlar tarafından hech qanday gap yo'q. Li Jiaqi Hong Kong memuriyet başlığı teklif qilindimi?
11. ayda elçildiğin San Francisco, Asya, Tinch Okean iqtisodiy hamkorlik yig'iniga o imborga qilingan odamni Amerika Qo'shma Shtatlari xalqaro katta yig'inga taklif qilamdi. Buningga chaqiriq avatamdi. Gap mayada, Vanli efendi. Mayli qanday bo'lsin, yarashqanli bo'lsa, Amerika yo'l qo'yganli bo'lsa, sizga bu yarashib, yuzingiz xo'sh bo'lgan bo'lsangiz, men boshda aytdim, Amerikaning izchil siyosati bu. Aloqada bo'layli, to'qnash kirib qolmayli degan gap. Bu qatam Rais Xi Jinping 11 oyda San Fransiskoga keldi. Prezident Joe Biden bilan ko'rishdi, Wang Yining so'zi bo'yicha. Endi Wang Yi efendi, siz nima yo'l qo'ydingiz? Bu bir. İkincisi Li Jiaqi, Hong Kong ma'muriyat boshlig'i Li Jiaqi bu yig'inga qatnashgani yo'q. Masalan, eğer tarix mana yerda. Yana kelaylik biz Sergey Lavrovga, masalan, Sergey Lavrov yo'l qo'yib, hozir shart qo'yib o'tirga, yuqorqadek aytibdi. Buni bir misol alaylik vatandoshlar. Yaqinda Finlandiya, Rossiyaning shimol taraf chegarasi, Shvetsiya, Rossiyaning shimol taraf chegarasi, tutash chegara. Tuproqlar tutash ketgan chegara, davlat chegarasi. Ve ega ikki davlat NATOga a'zo bo'lib kirib bo'ldi. Bu yer tushungil bo'lmaydigan bir taraf shuki, Rossiya Federatsiyasi hukumati nima ancha Ukrainaga eslab oladi. Yani Ukraina NATO kirisi bo'lmaydi. Ukraina betaraf turish kerak. Bu qatamqi shart shundaqki, Shvetsiya NATOga kirdi. Burun betaraf turgan davlat edi. Masalan, sen Ukrainaga tajovuz qilgandan keyin Shvetsiya NATOga a'zo bo'lib kirdi. Masalan, Finlandiya azaldan betaraf turgan davlat edi. Chaqmoqdek chaqqan davlat edi. Tuyuqsiz sen Ukraina hücum qildi, shu kundan boshlab Finlandiyaning maydoni o'zgardi. Finlandiyaning NATOga a'zo bo'lib kirdi. NATO qabul qildi. İki davlat, Sinan chegara, shimolindagi chegara, tushungil bo'lmaydigan taraf. Nemish Ukrainaga kelganda betaraf tursan, NATOga a'zo bo'lmaysan. Endi buni Rossiyaning o'zining felsefesi bağda tushundirdigan, biz o tarafda ko'chilab ketmaymiz vatandaş. Gap o'zi nima deseniz, endi shu shartlarga xalqaro inkas qanday qiladi? Masalan, Ukrainaning inkas qanday qildi? Hozircha bu Ukraina manda javob berdi degan gap chiqmadi. Vatandaşlarning muhokamasiga mushu holda biz ham shuni topshirdik vatandaş. Bugungi leksiyalarimiz ana shu yergacha bo'ldi vatandoshim.